Bizda shipilla qo'lingizga so'laylik, har namozni ko'raylik, bir namoz emas. Har namozni ko'raylik qanki, shu mayda-bacha ko'pmi namozda, katta savoblar ko'pmi? Bizdagi katta bo'lib jamoatga kela olmaymiz, ha? Shunda nafarlar bordi, kishi ertaning namozi jamoatdan 40 yoshga kelib ko'rgan bo'lmasa. Bordi. Magar bironta o'lsa-ku, yo'qisi kelmaydi, yaqinlaridan fotoga keladi. Bo'lmasa kela olmaydi. Ammo lekin mayda bachalar, madrasaning bachalari ko'li mayda o'ynashi kiradi ba'zilari. Ertaning namoz jamoatda hozir. Aytinglar takbir. Oqshom do'stlardan bir tavsiya aytdiki, o'g'ilchasini aytdi, mayda bacha nima qilay dedi, masjidga keladi dedi. Mana o'g'il qaytadi dedi, o'zi mayda bacha. Qancha yoshdasan? 16 yoshda dedi. Onasiya yig'lab toratsi olib, toratsi tayyor etadi dedi. Mana o'g'il qaytadi dedi masjidga dedi. Madrasaning barakati emasmi? Lekin biz 4 soat vaqtlarimizni zoya qiladilar. Kecha to azongacha tap-tap qayki bir to'y bo'lsa ekan, bexitani to'p qilmasa kerak, yoriladi, u to'yim beto'p bo'lib qoladi. U kalayda gapki to'ydagi behi qiladi. Biduni to'y tap-tap. Yarim kechagacha charda chur. Voqean bizda xayrxomi? Ularni bir qaytaraylik bizdan. Alloh subhanahu va taolo buni shaxslarimizni o'z dargohiga qabul etsin. Nazarimga vaqt ham xeli olindi, shoyat xasta ham bo'lgan bo'lsa-da, xastalik ko'tarilishlik uchun necha martaba baland ses bilan takbir aytaylik, uyqala ham o'chsin. Takbir. Takbir. Zarurat yo'qki bu kecha bir mavzu borada gaplansa. Buning uchun ba'zi maqsadlarni gap tavzih beradi va ba'zi hadaflarni hol tavzih beradi. Mana shu holni ko'rib to'xtamiz, gapga hech ehtiyoj yo'q. Inshaalloh hamma ko'rayotganlar va hamma eshitayotganlar, ichkari tashqaridagilar shu holatdan biladiki, madrasa qancha muassirdi, qancha jamiyaga ta'sir qilibdi, qancha foydasi yetishyapti. Bizga bir cho'tlarday Alloh subhanahu va taolo zaminani barobar qildi. Agar bizda voqean Alloh taolo aytgan afalo taqilun, aqllarimizni ishga tashlasak, o'layki sinnoz 20 dan oshgan. Ya'ni to'g'riroq aytsak, balog'atga yetishgan 15 dan oshgan. Bizda chittigina qotgan. Bizlar dunyoni har tarafga qarab harakat eta olamiz. Ya'ni haqiqatni yoshirib, botil tarafga qarab harakat eta olamiz. Ammo lekin bular mana bu o'ltirarlarga bu ko'psi 15 dan yoshi past. Bular bir zot haqiqat bo'lsa, kavniga ma'qul ko'rilsa, uni yoshirmaydi. Az shuliki shura jam bo'lib kelibdi. Shu bachalarning uyida bo'lsa, nonni yonida yotib qolsa, shuraki jam bo'lib kelibdi, qancha shavq bilan, aloqa bilan mayda bacha uyqisi kelyapti, kallasi ham bo'lib ketyapti. Albattaki shularning rangi pok. Gunoh yo'q. Bular no'may amaliya gunoh bitilmaydi. Xomo-xoki bir ta'sir bor ekan. Burada bir natija bor ekan. Aslida ham hammamiz shundan dars olaveraylikki, jamiyaga madrasa qanday kerak ekan, qanday ta'sir etar ekan va qanday bo'ladi. Alhamdulillah biz jamoatlarni ko'ramiz shuni. Biron vaqtlik mayda bachalarni biz ma'lumot etamiz, jamoatga keladi, masjidga keladi. Bizda shipilla qo'lingizga so'laylik, har namozni ko'raylik, bir namoz emas. Har namozni ko'raylik qanki, shu mayda bacha ko'pmi namozda, katta savoblar ko'pmi?
ertang namozdan turaylik, peshin namoz asr va namoz shom, xuftan har qaysini ko'raylik. Shu jamiada qancha kattakon va aqllilar. Bulardagi aql yo'q mayda bacha, qancha mayda bacha bor. Qani jamoatda qaysi ko'p ekan? Bizdagi katta bo'lamiz, jamoatga kela olmaymiz, ha? Shunday nafarlar bordi, kishi ertang namozi jamoatdan 40 yoshga kelib ko'rgan bo'lmasa. Bordi. Magar bironta o'lsa-ku, uyqisi kelmaydi, yaqinlaridan fotiga keladi. Bo'lmasa kela olmaydi. Ammo lekin mayda bachalar, madrasaning bachalari ko'li mayda o'lishi kiradi ba'zilari. Ertang namoz jamoatda hozir. Aytinglar takbir. Bizlar o'yindagi xizmat etishimiz kerak. O'yinda buland tarbiya qilishimiz kerak. Bizlar qotuvuz, o'kay daraxtdek bo'lib tarbiya bo'lamiz, iyri bo'lamiz. Oni biz islomni qabul qilmaymiz. Bizlar katta va kichik, erkak ayol, ona ota, aka zahmat etaylik shu o'yindagilar. Bu kelikonlar, bu toza nihollar kishi bilan qanday qilib tarbiya etsang bo'ladi, buni tarbiya bo'lsin. Siz bizlarga sura Fatihani say bilmay o'rganamiz. Bizlarga Qur'onni nimaligini bilmay o'rganamiz. Sunnatni nimaligini bilmay o'rganamiz. Olimni nimaligini bilmay o'rganamiz. Masjidni nimaligini bilmay o'rganamiz. Qo'yaylik shu o'yinda kelikonlar shular bir o'rgansin. O'zi shavqi zavqi bilan oqshom do'stlardan bir tavsiya aytdiki, o'g'ilchasini aytdi, mayda bacha men nima qilay dedi, masjidga keladi dedi. Mana o'g'il qaytadi dedi, o'zi mayda bacha. Qancha yoshdasan? 6 yoshda dedi. Onasiya yig'lab torasi olib dedi, torasi tayyor etadi dedi. Mana o'g'il qaytadi dedi masjidga dedi. Madrasaning barakati emasmi? O'zingiz bilmaydingmi? Men o'zim bilaman, ko'chada chiqib olaylik. Ha? Qani ko'chada olaylik. Qani ko'chada o'shiq o'ynaykan, yangi o'ynaykan, qimor, ustan pul ham qo'ydilar. Alhamdulillah shu madrasalarning barakatdan, ta'lim va tarbiyaning barakatdan, ilmli barakatdan, Qur'onni barakatdan jami'a tarbiya bo'lib boryapti. Mayda bachalar tarbiya bo'lib boryapti. Hammasining boshida oq kalafush, qancha adab bilan bor. Mayda bachada 1,5 sho'xli ham bilan biz tahammul qilaylik. Bilmaydiki bizlar vaqtni sof o'ynaday bo'lsin. Basharam nabiy bo'lsa-ki, bexato va begunoh bo'lsa, unda bo'lmaydi. Bizlar nasihatlarimizda, xayr-xolilarimizda ulayki biz 4 soat vaqtlarimiz zoya qiladilar. Kecha to azongacha tap-tub, qayki bir to'y bo'lsa-ki, bexatani to'p qilmasa kerak, yoriladi, u to'yim betub bo'ladi. U kalayda gapki, to'ydagi bexa qiladi. Biduni to'y tap-tub. Yarim kecha ichim charda chur. Voqean bizda xayrxomi? Ularni bor qaytaraylik bizlar. Voqean bizda jamianing xayrini xohlaymizmi? Ularga borib nasihat etaylikki, ertang namozga kelib ko'ringmi ko'plari. Ularki voqean amal qiladilar, ertang namozga ham keladilar. Alloh subhanahu va taolo ajr bersin. Ular judodir. Ko'raylik qanchasi ertang namozga kiradi. Shu mayda bachalar masjidga keldi. Bizlar masjidga ibodat uchun kelamiz. Sajda uchun kelamiz. Shu mayda bachaga gunohsi yo'q, biz shuni sajdadan qaytarsak, shu yerga ilm olgan qaytarsak, qanday javob beramiz Alloh taolani? Mahzara boran qilamiz. Mayda bacha sajda etadi kelib. Sen kattakon, ertang namozda ko'rinmaysan aslan jamoatda, peshinda ko'rinmaysan. Bir shomga kelasan, bir qissa aytaylik, bir ko'raylik ko'chada qanday mardum bor ekanmi yo'q ekan. Mayda bacha keladi, o'li balog'at etishani sajda qiladi, peshonasini elaveradi. Subhana robbiyal azim deydi. Subhana robbiyal a'lo deydi. Parvardigorim kattakon deydi, Parvardigorim buland deydi, Qur'on o'qiydi. Parvardigorim shuni menga farz qilgan deydi. Qanday shukr holat bayon qilyapti ki alhamdulillah jamiaga Qur'on ta'sir etdi. Qur'on kitob inqilobiydi. Har joyga keldi inqilob ketaradi, tag'yirot ketaradi. Alhamdulillah tag'yirot ketirdi. Ketirib boryapti. Mana shularni bitta da'vatnoma o'rganib ketdim birda. Sizlar kelinglar deb aytdim yo'q. O'zlari shavq aloqasi bilan kelyapti. Shu Qur'onni
nurini barakatdan, zinatini barakatdan, shirinliğini barakatdan, attirini barakatdan kis beradi tamam joyishi his qaydi. Men boray deydigan keladi. Cho'pala keladi mayda bachana. Ana katta desa foydasini biladi, mayda bachana masalan biladi. Bir to'ta tillani beraylik, bitta chakritni beraylik, chakritni yaxshi ko'radi. To'ta tilladan ko'ra. Chunki o'qan bir ma'naviyat bordi. Bir fayz kelikondi, bir nur kelikondi. Allah subhanahu va taolo tarafidan. İnşallah bizlar ham duo qilaylik. Allah subhanahu va taolo jamiyamizni pesh ketirsin. Qur'on sunnat tomonga joriy bo'lsin. Jamiya bundan kelikon nasil namozxon bo'lib, Qur'onxon bo'lib, xizmatini ham etsin, ishini ham etsin. Aqida solim bilan va fiqh solim bilan namozini, ro'zasini, tuzalarini, buzularini o'rgansin. Subhanakallahumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka va natubu ilayk. Allahumma salli ala jami'i maqasid khairin wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una zidna 'ilma wa zidna waqara. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa rizqan halalan tayyiban. Sallallahu ta'ala ala khairil khalqi.